İkinci rakamda Ahmad Rasul. Üçüncü rakamda Hikmatullah. Dördüncü rakamda Karimov Muhammad Bobur. Beşinci rakamda Marfali Muhammad Diyor. Altıncı rakamda Koşmanlı Diyorki. Yedinci rakamda Armağan Mustafa. Sakkizinci rakamda Humayun Nazar. Altıncı rakamda Monoshov Mehmon. Onuncu rakamda Muhammad Shotnik. Onuncu rakamda Dilshod Abdullayev. 12. rakamda Diyor Erman. 13. rakamda Ozodbek Ibodullayev. 19. rakamda Quvonchbek Saidaliyev. 15. rakamda Sardor Nurg'oniyev. 16. rakamda Fazliddin Zohriddinov. 17. rakamda Muhammad Hakimov. 18. rakamda Behruz O'ktamov. 19. rakamda Abubakir Shukurullayev. 20. rakamda Firuzbek Olimov. 21. rakamda Farruh Agayev. 22. rakamda Yahyo O'rinboyev. 23. rakamda Jamshid Rustamov. 29. rakamda Timur Odilov. 25. rakamda Davron To'laganov. 26. rakamda Muhammadshoh Ahmedov. Ushbu g'alabaga katta hissa qo'shgan murabbiylar shtabi. Birinchi raqam Bruno Alejandro Carvalho Lopez, bosh murabbiy. Shuhrat G'uriyev, yordamchi murabbiy. Oybek Usmonxo'jayev, yordamchi murabbiy. Mehmon Suyunov, yordamchi murabbiy. Ahmad Rashidov, yordamchi murabbiy. Jamshidbek Nosirov, Barak Elmuratov, shifokor. Jahongir Yo'ldoshev, qutqaruvchi. Davron Ergashev, ma'mur. Boshing kuyib qo'yding? Ya. Bering. Ya, olib ketdik. Qadrli futbol ishqibozlari, 5-yil ligada Paxtakor jamoasi chempion bo'ldi. Kubokni Yana ko'tardi. Ravshan Ermatov topshirdi.